Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensiya oladigan har bir inson, ayniqsa ota-onasi, buvisi, bobosi yoki nogironligi bo'yicha nafaqa oladigan yaqinlari bor oilalar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 4 oktyabrdan boshlab banklar tomonidan pensiya va nafaqalar berish tartibida yangi yondashuvlar qo'llanilishi haqida ko'pchilik savollar beryapti. Endi pulni qayerdan olamiz? Karta majburiymi? Naqd pul beriladimi? İşonchnoma kerak bo'ladimi? Bank kechiktirsa nima qilamiz? Qishloqda yashaydigan keksalar qiynalib qolmaydimi? Bu ma'lumotni oxirigacha eshitish juda muhim. Chunki bitta xatolik pensiya pulini vaqtida ola olmaslikka. Ortiqcha yugurga yoki hujjat yetishmasligi sababli navbatlarda sarson bo'lishga olib kelishi mumkin. Bu videoda masalani oddiy tilda, amaliy misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Qanday hujjatlar kerak, qayerga murojaat qilish kerak, barchasini ketma-ket tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi huquqiy va ijtimoiy yangiliklarni men sizlarga sodda qilib yetkazib boraman. Avvalo eski tartib qanday edi, shuni tushunib olaylik. Ko'p yillar davomida pensiya va nafaqalar turli hududlarda har xil shaklda berib kelindi. Kimdir bank kartasi orqali olardi, kimdir naqd pul ko'rinishida olardi. Ayrim joylarda mahalla yoki pochta orqali yetkazish amaliyoti bo'lgan. Ayrim hollarda esa pensiya oluvchi bankka borib, shaxsini tasdiqlab pulini olgan. Bu tizimning yaxshi tomoni shunda ediki, odamlar o'rgangan yo'l bilan pulini olib kelgan. Lekin kamchiliklari ham ko'p edi. Pul kechikishi, navbatlar, keksalarning bankka qatnashish, vakil orqali olishda ishonchnoma bilan bog'liq muammolar. Karta ishlatishni bilmaydigan fuqarolarning qiynalishi, ba'zan bankomatda naqd pul yo'qligi kabi holatlar uchrab turardi. Endi yangi tartibning asosiy ma'nosi shundan iboratki, pensiya va nafaqalarni to'lashda banklar mas'uliyati kuchayadi. Pulni yetkazish va berish jarayonida aniqroq tartib, shaffoflik va nazorat talab qilinadi. Ya'ni davlat pensiya yoki nafaqa mablag'ini ajratadi. Bank esa uni fuqaroga qulay, xavfsiz va belgilangan tartibda yetkazish kerak. Bu yerda eng muhim savol, oddiy pensiya uchun nima o'zgaradi? Men buni sodda qilib aytaman. Pensiya olish huquqi o'zgarmaydi. Miqdor asossiz kamaytirilmaydi, lekin pulni olish usuli, bank bilan ishlash tartibi, karta ochish, shaxsni tasdiqlash, vakil orqali olish kabi masalalarda tartibga e'tibor kuchayadi. Masalan, avval pensioner qaysi kuni kelib qolsa, pulni olaman deb bankka borar edi. Endi banklar to'lov kunlari, mablag' kelib tushishi, karta orqali o'tkazilishi yoki naqd berilishi bo'yicha aniqroq javob berish kerak. Avval ayrimlar pensiya kartasini o'g'liga, keliniga yoki nabirasiga berib qo'yib, pul yechishni topshirardi. Yangi tartib sharoitida men bunday ishni juda ehtiyotkorlik bilan qilishni maslahat beraman. Chunki karta va PIN kod shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Pensiya pulini boshqa odam yechib bersa ham, agar keyin pul yetmay qolsa yoki noto'g'ri yechim bo'lsa, bank birinchi navbatda karta egasining o'zi javobgar bo'lgan holat sifatida qarashi mumkin. Birinchi muhim masala, pensiya yoki nafaqa olish huquqi bank tanloviga bog'liq emas. Agar sizga pensiya jamg'armasi tomonidan pensiya tayinlangan bo'lsa, siz uni olishda davom etasiz. Bank faqat to'lovni amalga oshiruvchi vositachi hisoblanadi. Demak, bank o'zgardi, pensiyam to'xtab qoladimi? Degan xavotir ko'pchilikda bo'lishi mumkin, lekin asosiy huquq pensiya jamg'armasi qarori bilan belgilanadi. Bankdagi texnik o'zgarish pensiya tayinlanganini bekor qilmaydi. Ikkinchi masala, karta orqali pensiya olish tobora kengayib bormoqda. Buning sababi nimada? Karta orqali to'lovda pul aniq hisobga tushadi. Vaqtini ko'rish mumkin, SMS xabar keladi, bank ilovasida tarix saqlanadi. Masalan, sizning onangiz har oy 1 million 200 ming so'm pensiya olsa, karta orqali tushganda aynan qachon tushgani va qancha tushgani yozuvda qoladi. Agar pul 1 million 200 ming emas, 1 million 27 ming tushgan bo'lsa, darhol savol berish mumkin. Nega 20 ming so'm kam? Balki kredit qarzi avtomatik yechilgandir. Balki kommunal to'lov ulangan bo'lishi mumkin. Balki aliment yoki ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bordir. Karta hisobidagi yozuvlar buni aniqlashga yordam beradi. Uchinchi masala, naqd pul olish imkoniyati butunlay yo'qoladi deb o'ylash noto'g'ri. Karta orqali pensiya tutsa ham, pensioner uni bankomatdan yoki bank kassasidan naqd qilib olishi mumkin. Bu yerda amaliy muammo shundaki, ayrim hududlarda bankomat uzoq bo'lishi.
Bankomatda naqd pul tugab qolishi yoki keksalar karta ishlatishni bilmasligi mumkin. Shunday holatda men oila a'zolariga bitta oddiy qoidani tavsiya qilaman. Pensionerning kartasini olib ketib o'zingizcha pul yechmang. Balki unga kartadan foydalanishni tushuntiring. Bank kassasida birga yordam bering. Kerak bo'lsa rasmiy ishonchnoma rasmiylashtiring. Chunki kelajakda nizoli holat bo'lsa, og'zaki men onam uchun yechdim degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. 4-masala, pensionerning shaxsini tasdiqlash talab qilinadi. Bank pensiyani tasodifiy odamga berib yubormasligi kerak. Shuning uchun pasport yoki ID karta juda muhim. Agar hujjat muddati o'tgan, yo'qolgan yoki almashtirilayotgan bo'lsa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Masalan, 72 yoshli fuqaro bankka boradi, lekin eski pasportidagi ma'lumotlar bazadagi ma'lumot bilan mos kelmaydi. Bank xodim pulni bermay turishi mumkin. Bu pensionerni qiynash uchun emas, balki pul noto'g'ri odamga berilib ketmasligi uchun qilinadi. Shuning uchun hujjatlaringizni oldindan tekshiring. ID karta bormi? Pasportdagi ism, familiya, pensiya jamg'armasidagi ma'lumot bilan bir xilmi? Yashash manzili o'zgargan bo'lsa, tegishli joylarda yangilanganmi? Agar siz hozirgacha pensiyangizni bank kartasi orqali muntazam olib kelayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, SMS xabarnoma kelayotgan bo'lsa, bank ilovasida yoki bankomatda hisobingiz ko'rinayotgan bo'lsa, siz katta xavotirga tushishingiz shart emas. Siz uchun asosiy vazifa faqat kartaning amal qilish muddatini tekshirish. Karta muddati tugagan bo'lsa, pensiya tushmasligi emas, balki puldan foydalanish qiyinlashishi mumkin. Hisobga pul tushadi, lekin eski karta bilan yechib bo'lmaydi. Bunday holatda bankka borib kartani qayta chiqarish kerak. Agar siz bank kassasidan pensiya olib kelayotgan bo'lsangiz va har oy muammosiz olayotgan bo'lsangiz, siz ham vahima qilishingiz shart emas. Lekin yangi tartibda bank sizdan ma'lumotlarni yangilashini, telefon raqam kiritishini, karta ochishni yoki shaxsni tasdiqlashni so'rashi mumkin. Men bunday talablarni e'tiborsiz qoldirmaslikni maslahat beraman. Men 20 yildan beri pensiya olaman, nega yana hujjat so'raydi deb jahlingiz chiqishi mumkin. Lekin bank tizimi yangilanganda firibgarlikning oldini olish uchun ma'lumotlar qayta tekshiriladi. Bu sizning pulingiz xavfsizligi uchun ham kerak. Agar sizning pensiyangiz nogironlik, yoshga doir pensiya, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa bo'lsa, har bir turdagi to'lovning tayinlanish sharti alohida. Bank tartibi to'lovni berish jarayoniga ta'sir qiladi, lekin pensiya turining o'zini o'zgartirmaydi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini voyaga yetmagan bola nomidan ona olishi mumkin. Bu holatda bank bolaga tegishli mablag'ni kim olishi mumkinligini hujjatlar asosida tekshiradi. Ona bolaning qonuniy vakili bo'lsa, hujjatlar to'g'ri bo'lsa, pul beriladi. Lekin qo'shni, qarindosh yoki og'zaki topshiriq bilan kelgan odamga bank pul bermasligi tabiiy. Endi kimlar ayniqsa diqqatli bo'lishi kerakligini aytaman. Birinchi guruh yoshi katta, yolg'iz yashaydigan, bankka borishi qiyin bo'lgan pensionerlar. Bunday insonlar uchun eng katta xavf pulni olish emas, balki rasmiy jarayonlarni tushunmaslikdir. Masalan, bu kartasini nabirasiga berib qo'yadi. Nabira bankomatdan 1 million so'm yechadi, lekin buviga 800 ming so'm beradi. Keyin bu pensiyam kam tushibdi deb o'ylaydi. Bank tekshirsa, pul to'liq yechilgan. Bu yerda muammo bankda emas, karta nazoratida. Shuning uchun men keksalarga PIN-kodni hech kimga aytmaslikni, kartani doim o'zida saqlashni, pul yechilganda chek olishni maslahat beraman. Ikkinchi guruh ishonchnoma orqali pensiya olib beradiganlar. Agar pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa, boshqa shaharda bo'lsa yoki vaqtincha davolanishda bo'lsa, uning pensiyasini boshqa odam olishi uchun rasmiy ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Oddiy qog'ozga men falonchiga ruxsat berdim deb yozish ko'p holatda yetarli bo'lmaydi. Notarial ishonchnoma yoki qonunchilikda ruxsat etilgan boshqa rasmiy tasdiq talab qilinadi. Ishonchnomada kimning nomidan, kimga, qaysi muddatga, qaysi bankda yoki qaysi to'lovni olish huquqi berilayotgani aniq ko'rsatilishi kerak. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank pul bermaydi. Bu noqulay tuyulishi mumkin. Lekin bank uchun hujjat muddati juda muhim. 3-guruh kredit yoki qarzi bor pensionerlar. Juda ko'p savol keladi. Bank pensiyamdan kreditni avtomatik ushlab qolishi mumkinmi? Bu masala shartnomaga bog'liq. Agar siz bankdan kredit olganingizda hisobingizdan avtomatik yechishga rozilik bergan bo'lsangiz, pensiya tushgan kuni ma'lum summa yechilishi mumkin. Masalan,
Pensionerlar 1 milyon 500 ming so'm pensiya oladi. Kredit to'lov oyiga 400 ming so'm. Pensiya kartasiga pul tushishi bilan 400 ming so'm yechilib, hisobda 1 milyon 100 ming so'm qolishi mumkin. Odam esa bank pensiyamni olib qo'ydi deydi. Aslida bu kredit shartnomasi asosida bo'lishi mumkin. Shuning uchun kredit olganlar shartnomasini ko'rib chiqsin. Avtomatik yechim bor yo'qligini bankdan yozma yoki SMS orqali aniqlasin. 4-guruh boshqa hududga ko'chganlar. Agar siz pensiya tayinlangan joydan boshqa viloyatga yoki tumanga ko'chgan bo'lsangiz, bank va pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida manzil masalasi muhim bo'lishi mumkin. Karta orqali pul tushayotgan bo'lsa, ko'chish darhol muammo qilmasligi mumkin. Lekin naqd olish bank filiali hujjat tekshiruvi, ishonchnoma yoki qayta rasmiylashtirishda eski manzil bilan yangi manzil mos kelmasligi savol tug'diradi. Shu sababli doimiy yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, ma'lumotlarni yangilashni maslahat beraman. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan 18 yoshli otaxon har oy 1 milyon 370 ming so'm pensiya oladi. U avval bank kassasiga borib naqd olar edi. Endi unga bank kartasi ochishni taklif qilishdi. Otaxon kart kerak emas deb o'ylashi mumkin. Lekin karta ochilsa, pul kechasi tushsa ham hisobda turadi. Yo'qolmaydi. Navbatda turish shart bo'lmaydi. U xohlasa ertasi kuni kassadan naqd qilib oladi. Muhimi, karta ochish pensiya kamayadi degani emas. Bu faqat pulni olish shakli. Ikkinchi misol. Samarqandda yashaydigan onaxonning pensiyasi 1 milyon 100 ming so'm. Uning o'g'li kartini olib, har oy pul yechib beradi. Bir oy onaxon 300 ming so'm kam pul oladi. O'g'li bank kam tushiribdi deydi. Bankdan ko'chirma olinsa, pensiya to'liq tushgani va to'liq yechilgani ko'rinadi. Mana shu yerda men hammaga aytaman. Karta egasi pul harakatini bilishi kerak. Agar oila a'zosi yordam berayotgan bo'lsa ham, pul yechilganda SMS keladigan telefon raqami pensionerning o'zida yoki ishonchli nazorat qiladigan odamda bo'lsin. 3-misol. Nogironligi bor fuqaro bankka bora olmaydi. Uning singlisi pensiyasini olib bermoqchi. Bank ishonchnoma olib keling deydi. Singlisi bundan xafa bo'ladi. Lekin bankning talabi mantiqli. U haqiqatan ham vakil ekanini hujjat bilan ko'rsatish kerak. Aks holda istalgan odam men qarindoshiman deb kelib pul olib ketishi mumkin. Bunday holatda notariusga murojaat qilish, agar fuqaro yotgan holatda bo'lsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatini so'rash, tibbiy hujjatlarni tayyorlash kerak bo'ladi. 4-misol. Pensionerning kartasi muddati 10 oyda tugagan. Urdi oktyabrdan keyin u bankomatga bo'lsa, karta ishlamaydi. U pensiyamni to'xtatib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida pensiya hisobga tushgan, faqat kartaning plastik vositasi muddati tugagan. Bankka ID karta bilan borib, kartani yangilatsa, hisobdagi puldan foydalanadi. Shuning uchun kartaning old tomonidagi amal qilish muddatini tekshirish juda oddiy, lekin juda muhim ish. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchisi, pensiya kartasi va oddiy bank kartasi o'rtasida xizmat haqlari bo'lishi mumkin. Ba'zi banklarda pensiya kartasi bo'yicha naqd yechish, SMS xabarnoma, karta qayta chiqarish yoki boshqa xizmatlar shartlari farq qiladi. Men har bir pensionerga yoki uning farzandlariga bankdan aniq so'rashni maslahat beraman. Karta ochish bepulmi? SMS xizmati pullikmi? Boshqa bankomatidan yechsam komissiya olinadimi? Kassadan naqd olsam komissiya bormi? Chunki 1% komissiya ham 1 milyon so'mda 10 ming so'm degani. Kimdir uchun bu kichik ko'rinar, lekin pensioner uchun har bir ming so'm muhim. Ikkinchisi, bankomatdan pul yechganda limit bo'lishi mumkin. Masalan, bankomat bir martada 400 ming yoki 1 milyon so'mgacha beradi. Pensioner 1 milyon 800 ming so'm pensiya olsa, bir necha marta yechishiga to'g'ri keladi. Har safar komissiya bor yo'qligini tekshirish kerak. Agar komissiya bo'lsa, bank kassasidan yechish foydaliroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun karta bor ekan, faqat bankomatdan olish kerak degan fikr noto'g'ri. Bank kassasi ham mavjud, bank ilovasi ham mavjud, to'lovlarni kartadan to'lash ham mumkin. Uchinchisi, pensiya tushgan karta orqali firibgarlik xavfi bor. Telefon qilib, bankdanman, kartangiz blok bo'ladi. Kodni ayting desa, hech qachon kod aytmang. Bank xodimi hech qachon PIN kod, SMS kod, karta orqasidagi raqamni so'ramaydi. Ayniqsa keksalar bunday qo'ng'iroqlarga ishonib qolishi mumkin. Masalan, pensionerga pensiyangiz yangi tartibga o'tkaziladi,
tasdiqlash uchun kodni ayting deyishadi. U SMS kodni aytadi. Firibgar pulni yechib oladi. Keyin isbotlash juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun yangi tartib bahonasida keladigan qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'ling. 4-si. Pensiya hisobiga qarzdorlik bo'yicha ushlab qolishlar hamma holatda bir xil emas. Ijro hujjati, aliment, sud qarori, kredit shartnomasi, kommunal qarz bo'yicha avtomatik to'lovlar turlicha tartibda bo'lishi mumkin. Agar pensiyangizdan pul ushlab qolinsa, bankdan hisob ko'chirmasini oling. Keyin pensiya jamg'armasidan pensiya miqdori haqida ma'lumot oling. Shunda masala aniq bo'ladi. Pul bo'shdan kam tayinlanganmi yoki hisobga to'liq tushib, keyin yechilganmi? Bu ikki holat butunlay boshqa. 5-si, vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechish juda jiddiy masala. Ba'zan yaqinlari oxirgi pensiyasi tushibdi, yechib olaylik deyishi mumkin. Lekin fuqaro vafot etganidan keyingi to'lovlar, meros, dafn puli, ortiqcha to'langan summa kabi alohida tartiblar bilan bog'liq. Shu kartadan shunchaki pul yechish keyinchalik nizoga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qonuniy tartibni aniqlash kerak. Endi nima qilish kerak? Men aniq ro'yxat qilib aytaman. Birinchi qadam pensiya olayotgan odamning shaxsiy hujjatini tekshiring. Pasport yoki ID karta amaldami? Ism, familiya to'g'rimi? Tug'ilgan sana mosmi? Agar hujjatda xatolik bo'lsa, bankka borishdan oldin uni tuzatish bo'yicha Davlat xizmatlari markazi yoki ichki ishlar organlarining tegishli bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, pensiya qaysi bank orqali kelayotganini aniqlang. Buni pensiya jamg'armasi bo'limidan, bankdan yoki mavjud karta orqali bilish mumkin. Agar pensioner qaysi bankka bog'langanini bilmasa, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Telefon orqali so'rash mumkin bo'lsa ham, shaxsiy ma'lumotlar sababli ayrim ma'lumotlar faqat shaxs tasdiqlanganda beriladi. 3-qadam, kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Karta oldida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 10-24 yozilgan bo'lsa, karta 2024 yil oktyabr oxirigacha amal qilishi mumkin. Muddat tugagan bo'lsa, bankka borib yangisini oling. Bunda ID karta yoki pasport, telefon, raqam, ayrim hollarda ariza kerak bo'ladi. Karta qayta chiqarish muddati bankka qarab farq qiladi. 4-qadam, bankdan xizmat shartlarini so'rang. Men aynan mana bunday savollarni berishni tavsiya qilaman. Pensiya kartasidan naqd yechishda komissiya bormi? Boshqa bankomatdan yechsam qancha ushlanadi? SMS xabarnoma narxi qancha? Karta yo'qolsa, qayta chiqarish qancha turadi? Pensiya tushgan kuni bankomatda naqd bo'lmasa, qaysi filialga murojaat qilaman? Bu savollar oddiy ko'rinadi, lekin keyingi muammolarning oldini oladi. 5-qadam, agar pensioner bankka bora olmasa, vakillik masalasini rasmiylashtiring. Notariusga murojaat qilib, pensiya va bank hisobidan pul olish uchun ishonchnoma kerakligini ayting. Ishonchnomada vakilning pasport ma'lumotlari, pensionerning ma'lumotlari, vakolat turi va muddati aniq yozilsin. Agar pensioner sog'lig'i sababli notariusga bora olmasa, notariusni uyga chaqirish tartibini so'rang. Shuningdek, ayrim holatlarda tibbiy muassasa yoki boshqa vakolatli tashkilotlar orqali tasdiqlash masalasi bo'lishi mumkin. Lekin buni aniq holatga qarab tekshirish kerak. 6-qadam, hisob ko'chirmasini olib yurishni o'rganing. Har oy pul tushganda MS'ni o'chirib tashlamang. Agar bank ilovasi bo'lsa, farzandlaringizdan ko'rsatishni so'rang. Lekin parolni hammaga bermang. Bank kassasidan ko'chirma olsangiz, unda qachon qancha pul tushgani, qachon qancha yechilgani ko'rinadi. Agar nizo bo'lsa, aynan shu hujjat asos bo'ladi. 7-qadam, hech kimga SMS kod, PIN kod, karta raqami, karta orqasidagi kodni aytmang. Hatto o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi xodimi yoki davlat xizmati vakili deb tanishtirsa ham. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Rasmiy raqamni internetdagi tasodifiy reklama orqali emas, bank kartasi, bank binosi yoki rasmiy sayt orqali tekshiring. 8-qadam. Agar pensiya kechiksa, darhol vahima qilmang, lekin jim ham o'tirmang. Avval bankdan hisobingizga mablag' kelmaganini so'rang. Agar bank mablag' kelmagan desa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar pensiya jamg'armasi mablag' yuborilgan desa, bankdan yozma tushuntirish yoki kamida murojaat raqamini oling. Og'zaki gap bilan qo'lib ketmang. Murojaatni yozma shaklda bank ilovasi, jal markaz, filial yoki rasmiy qabul orqali qoldiring. 9-qadam, pensionerning telefon raqamini yangilang. Ko'p muammolar eski raqam sababli chiqadi.
SMS boshqa odamga ketadi. Tasdiqlash kodi kelmaydi, bank xabari yetib bormaydi. Agar telefon raqam o'zgargan bo'lsa, bankka borib yangilang. Bu kichik ish, lekin pensiya xavfsizligi uchun juda muhim. Men bu o'zgarishlarning asosiy maqsadini shunday tushuntiraman. Davlat pensiya pulini aniq egasiga yetkazishni, banklar esa bu jarayonda tartibli va mas'uliyatli bo'lishini ta'minlashga harakat qilmoqda. Karta tizimi pul harakatini ko'rsatadi. Shaxsni tasdiqlash firibgarlikni kamaytiradi. Ishonchnoma talabi begonalar pul olib ketishning oldini oladi. Hisob ko'chirmasi esa nizo paytida dalil bo'ladi. Lekin har qanday tizim odamlar tushunmasa, qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun men bugun aynan oddiy pensioner va uning oilasi nimani bilishi kerakligini batafsil tushuntiryapman. Bu yerda yana bir muhim fikr bor. Pensionerlar o'z puliga egalik qilishni boshqalarga butunlay topshirib qo'ymasligi kerak. Farzand yordam berishi yaxshi, nabir bankomatdan foydalanishni o'rgatishi yaxshi. Lekin nazorat pensionerning o'zida yoki qonuniy vakilda bo'lishi kerak. Har oy pensiya miqdorini biling, qancha tushganini tekshiring, qancha yechilganini so'rang. Agar pensionerning ko'zi yaxshi ko'rmasa yoki o'qishi qiyin bo'lsa, ishonchli odam bilan birga ko'chirma tekshirib boring. Demak, urduq oktyabrdan banklar orqali pensiya berish tartibidagi yangiliklar oddiy fuqarolar uchun eng avvalo tartib, hujjat, karta, shaxsni tasdiqlash va xavfsizlik masalalariga e'tibor kuchayishini anglatadi. Pensiya olish huquqi o'z-o'zidan yo'qolib qolmaydi. Lekin hujjat muddati tugagan bo'lsa, karta ishlamasa, telefon raqam eskirgan bo'lsa, ishonchnoma noto'g'ri bo'lsa yoki bank xizmat shartlari tushunilmasa, odam vaqtida pul ololmay qiynalishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangiz yoki yaqinlaringizning pensiya kartasini, hujjatini, telefon raqamini, bank shartlarini tekshiring. Agar pensioner bankka bora olmasa, ishonchnomani rasmiylashtiring. Agar pul kam tushgandek tuyulsa, taxmin qilmang, hisob ko'chirmasini oling. Agar kimdir telefon qilib kod so'rasa, darhol suhbatni to'xtating. Mana shu oddiy qadamlar bilan siz pensiya pulini xavfsiz saqlaysiz va ortiqcha muammolarning oldini olasiz. Sizning hududingizda pensiya bank orqali qanday berilyapti? Karta bilan muammo bo'ldimi? Bankomatda naqd pul topilyaptimi? Keksalar navbatda qiynalyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchrayotgan muammolar bo'yicha alohida tushuntirish tayyorlayman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ularga pulini vaqtida va xavfsiz olishda yordam beradi.